Bu videomizda Xitoy hali hech kim ko'rsatmagan sirli va dahshatli 6 ta joyga sayohat qilamiz. Ishontirib aytaman, hali Xitoy bu tomonlarini hech qachon ko'rmagansiz. Sirini haligacha hech kim ocha olmagan g'orlar, suv ostiga cho'kib ketgan qadimiy shaharlar, kosmosdan ham ko'rinadigan, uzunligi 21 ming kilometrgacha cho'zilgan mo'jizalar guvohi bo'lasiz. Sayohatimiz Toshkentdan Pekinga parvoz bilan boshlandi. Pekin aeroportiga qo'nganimizda bizani butunlay boshqacha muhit kutib oldi. Lekin endigina kelgan bo'lsa ham, keyingi parvozga transferga tayyorlandik. Kutib olishgandan keyin to'g'ridan-to'g'ri mehmonxonaga yo'l oldik. Ozgina dam olgandan keyin kechki Chuzhou shahri bo'ylab sayohatni boshladik. Chuzhou shahri bizning 8 kunlik sayohatimizning birinchi lokatsiyasi bo'ldi. Bu shahardagi birinchi joyimiz sirli Longyu g'orlari bo'ldi. Bu g'orlar haqida qiziqarli ma'lumotlarni sizlarga aytib beraman. Bu g'orlar ming yillar davomida suv bilan to'la bo'lgan va mahalliy aholi shunchaki tubi yo'q hovuzli deb o'ylashgan. Lekin 1992-yilda mahalliy bitta odam qishloqdoshlari bilan pul yig'ib, hovuzli suvini nasos bilan chiqazib tashlashga qaror qilishadi. – 17 kunlik tinimsiz harakatlardan keyin suvni tegidan sun'iy ravishda o'yilgan 24 ta g'orlarni topishadi va hozirgacha bu g'orlar kim tomonidan qurilgani haqida hech qanaqa ma'lumot yo'q. Muhammad qani? Yorug'lik tushishini? Bu g'orlarga kirgandan keyin bitta narsani sezdim. Bu g'orlar oddiy g'or emas. Odamlar atrofdagi devor har bittasini qo'llari bilan o'yib chiqqan va bu 24 ta g'orni qazish jarayonida kamida 1 million kub tosh qazib chiqarilgan. Eng qizig'i bularning har bittasining balandligi 30 metr va ularning taxminiy yoshi 2000 yil ekan. Dahshat, zo'r joy ekan. 2000 yil oldin hammasini qazib dahshat. Lekin bu yosh haqida ham aniq ma'lumot yo'q. Bu g'orlardagi haykallar va yo'laklar yillar davomida paydo bo'lgan. 2000 yil oldin bu yo'laklar suv ostida bo'm-bo'sh bo'lgan. Hozirgi kunda bu joyga ko'p davlatlardan turistlar o'zlarining bayroqlari bilan kelishadi.
Xulosa qilib shuni ayta olaman, Longi g'orlari bu shunchaki qadimiy g'orlar emas. Bu insoniyat tarixida eng katta sirlardan biri hisoblanadi. Bu yo'lga kelib bitta savolga javob topish juda ham qiyin ekan. Ya'ni qadimiy odamlar qanaqa qilib bu darajada aniq tizib chiqishgan va nimaga ko'p tarixiy qo'lyozmalar saqlanmagan. Shuning uchun ham Xitoyga kelgan har bitta turist bu mo'jizani o'zini ko'zi bilan ko'rish shart deb o'ylayman. Bu yerdagi energetika va go'zallikni kamera bilan to'liq yetkazib berish juda ham qiyin. Longyu bu o'tmishni bizga qoldirgan siri va men bu sirni sizlar bilan bo'lishayotganimdan juda ham xursandman. Longyu g'orlaridan chiqqaningizdan keyin haqiqatdan ham hayron qolasiz. Shunaqangi jozibali narsalarni odamlarni o'zi qilgan. Taxminan 2000 yil oldin kimdir shu yer ostida shunaqa g'orlar bo'lish kerak degan va uni qurgan. Lekin bu haqida ko'p ma'lumotlarni qoldirmagan. Sayohatimizni Xitoy Atlantidasi, ya'ni suv ostida qolgan Tindao bilan davom ettiramiz. Biz bu haqida ko'plab taxminlar qilishimiz mumkin, fikr yuritishimiz mumkin va har tomonlama qarab chiqishimiz mumkin. Lekin baribir bitta haqiqat aniq javobini topa olmaymiz. Insonning imkoniyatlari har doim chegarasiz bo'lgan va bu yerda ketayotganimizda bitta fikr bizani tinch qo'ymadi. Ya'ni o'sha vaqtda rivojlanmagan holatda shuncha narsani yarata olgan bo'lsa, o'tmishdagi ko'p narsalarni demak kam baholayotgan bo'lamiz. Bundan bir necha yil oldin bu yerda hech qanaqa ko'l bo'lmagan, bu yerda vodiy bo'lgan. Lekin 1950-yillarning oxirida bu yerda gidroelektrostansiya qurish qarori qabul qilingan va bu yerdagi xalq boshqa qishloqqa ko'chiriladi. Undan keyin vodiy suv ostida qoldiriladi. Ko'rib turgan ko'limiz aynan shu vodiy ustida joylashgan. Tindao ko'liga yetib kelganimizdan keyin mehmonxona yuklarimizni qoldirdik. Sirazu mingta orolni ko'rish uchun tayyorlandik. Chunki biz bu yerga dam olish uchun kelmagandik. Bu hududda 1000 ga yaqin orol bor va ularning har bittasi o'ziga xos shakliga ega. Undan keyin biz yaxtaga chiqib, ko'l bo'ylab sayrni boshladik. Nihoyat Tindao ko'liga yetib keldik. Zinalardan ko'tarilarkanmiz, kelinglar, men sizlarga bu ko'llar haqida qiziqarli ma'lumotlarni aytib beraman. Bu hududda 1000 ga yaqin ko'l bor va ularning har biri o'ziga xos shakliga ega. Tindao ko'lining suvi shunchalik toza va tiniqligidan ayrim joylarda suvni 10-12 metr chuqurligigacha ko'rish mumkin. Eng qiziqarli tomoni shundaki, bu yerdagi orollarning har bittasida alohida ekotizim shakllangan. Ba'zi orollarda faqatgina maymunlar yashasa, ba'zilarida bo'lsa noyob qushlar va dorivor o'simlik o'sar ekan.
Bizi tepalikda turib, bir paytli quruqlik, hozir bo'lsa suvga aylangan manzarani ko'rib qaytarkanmiz. Buni na go'zallik, na ayanchli ekanligini ta'riflashga til ojiz qoladi. Xitoy Atlantidasidan juda zo'r hissiyotlar bilan qaytarkanmiz. Kechki ovqat vaqti bo'lib qo'yganligi uchun shahar bo'ylab ozgincha dam olib aylanishga qaror qildik. Yo'lda savdo markazlariga kirib ovqatlanib, keyin o'zimizdan gостиницамizga qaytdik. Va shu bilan birinchi kunni tugatib oldik. Tsindao ko'li juda zo'r taassurotli qoldirdi va biz sayohatimizni davom ettiramiz. Endi navbat Anji nomli bambuk o'rmoniga keldi. Anji bu Xitoy eng yashil va tinchlantiruvchi hududlardan biri hisoblanadi. Bu yerda 60 ming gektar maydoni faqat bambuklardan iborat ekan. Bu bambuklar odamlarni boqadi va bu tabiatni buzmasdan iqtisodiyotda rivojlantirishini ko'rishimiz mumkin. Mehmonxonaga kelganimizdan keyin narsalarimizni qoldirdik va darhol yo'lga otlandik. Va biza Anji bambuk o'rmoniga yetib keldik. Bu yerda 60 ming gektar maydoni faqat bambuklardan iborat ekan. Bu dunyodagi eng katta bambuk o'rmoni hisoblanar ekan va bu Xitoy tomonidan rasmiy ravishda qo'riqlanadi. Bugungi kunda bu yerda bambuklarning 300 dan ortiq turlari o'sadi. Anjida bambuk yaxshi pul olib keladi, ulardan qurilishda va mebel yasashda foydalanishadi. Lekin turizm bu yerda ikkinchi o'rinda ekan. Shuning uchun ham asosan Xitoy xalqining o'zi kelar ekan.
Tog'dan tushib yotganimizda ancha kech tushib qoldi. Bunaqa sayrda qanaqa qilib kun tez o'tib ketganini sezmay ham qoldik. Biz yana shaharga qaytamiz, lekin bu safar mehmonxonaga emas, aksincha tungi shaharni ko'rishga qaror qildik. Kechqurun Anjida odamlar shoshilishmaydi. Shuning uchun ham oilalari bilan ko'pchilik ko'chaga sayrga chiqishar ekan. Anji ovqat bozorini ham ko'rdi va bu yerda asosan guruch, shashlik va dengiz mahsulotlari shu ko'chani o'zida tayyorlanar ekan. Odamlar ovqat sababli bir-biri bilan gaplashishadi va biz ham shu muhitda his qildik. Anji Xitoydagi eng ekologik toza shaharlardan bittasi hisoblanadi. Bizani bu shaharda yana bitta qiziq lokatsiya kutib turibdi. Bu Xitoydagi eng katta bambuk parki China Bambuk Expo. Parkda 300 dan 400 gacha bambuk turlari bor ekan. Bizda bu yerda bambukdan yasalgan ko'priklar, kiyimlar, hatto uy anjomlarini ham ko'rdik. Anjida bambuk strategik resurs hisoblanar ekan va pandalar ham shu tizimning bitta qismi ekan. Bambuk haqida qiziqarli fakt, bambuk mustahkamligi bo'yicha metall bilan bemalol raqobatlasha oladi. Muzaffar aka. Alaykum pandalar. Dahshati. Yotib yeyishini qarang mana. 快起来呀，那个！快起来呀！你马上起来了。你今晚跑不来去。 Maza qilyapti. 2016-yilda tug'ilibdi bu. 26-Julay, iyul ekan. Erkak ekan bu. O'zini odamlarga ko'rsatish yaxshi ko'rar ekan, ana. Qiliqlar bilan daraxtlarga chiqib.
Bu yerda bambuklar, pandalar, shaharlar va odamlar bir-biriga bog'liq. Ehtimol Anjini asosiy xulosasi ham shu barqaror rivojlanishni to'g'ri yo'lga qo'yish ekan. Biza bo'lsa yo'lda davom ettiramiz, oldinda sayohatimizdan eng baland nuqtasi kutyapti. Bu Xuanshan sariq tog'lari. Ular rangiga qarab sariq emas, aslida ma'nosi bilan sariq. Afsonalarga ko'ra, bu tog'lar sariq imperator Xuandiga borib taqaladi. Aytilishicha, u shu tog'larda yashagan va abadiylikka erishgan. Shu voqealardan keyin Xuanshan oddiy tog' bo'lib qolmagan. Sababi shoirlar, rassomlar va rohiblar ham kelgan. Vaqt o'tib, ayni shu tog'lar Xitoy qanaqa ko'rinishda tasavvurga kelishini belgilab bergan. Qoyalar orasidan o'sib chiqqan qarag'aylar, bulutlar orasida yo'qolib ketadigan cho'qqilar va oxiri ko'rinmaydigan tuman dengizi. Agar shu manzaralar sizga tanish tuyulsa, demak siz ularni qayerdadir allaqachon ko'rgansiz. Xitoy rasmlarida, chunki Xuanshan shunchaki tog'lar emas, bu Xitoyning ruhini shakllantirgan va Xitoy haqida tasavvurlarni paydo qilgan. Brighter days are on their way. Forever's how long they'll stay. Brighter days are on their way. Mehmonxonaga kelib bir kecha qolganimizdan keyin bizni ertalabdan Xuanshan tog'iga yo'lga chiqdik. Xuanshanning balandligi 2000 metrga yetganligi uchun maxsus avtobuslarda chiqdik. Shundan keyin bizda ikki xil variant bor edi. Birinchisi piyoda ko'tarilish. Buni juda ko'p xitoyliklar tanlaydi. Shu sababli botda qo'lida tayoqcha bilan ko'tarilayotgan odamlarni ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi variant kanatga edi. Ochig'ini aytganda biz shu yo'lni tanladik. 跟他打个招呼吧，这是视频还是照片？ Tog'i tepasiga chiqib oldik va bu tog' men ko'rgan tog'larim ichida eng chiroylilaridan bittasi. Botga chiqqaningizdan keyin tushunarkansizki, nimaga bu tog'lar afsonalarga aylanganini. Gap balandlikda emas, gap bu joy qanaqa tuzilganida. Baland cho'qqilarga deyarli tikka ko'tariladi. Ularning orasidagi jarliklar, tuman va bulutlar, qarag'aylar to'g'ridan to'g'ri toshlarning orasidan chiqadi. Bu qarag'aylar Xuanshanning asosiy ramzlaridan biri hisoblanar ekan. Bularning yoshi 100 yildan ham katta ekan. Ular qanchadan qancha sovullarni, shamollarni va chaqmoqlarni ko'rgan. Shuning uchun ham ular daraxtlardan ko'ra qahramonlarga o'xshab qolgan va bularning har biriga nom berilgan. Masalan, dengizga qarab turgan maymun, uchayotgan qoya kabi nomlar bor. Ammo Xuanshanning eng kuchli hissi bu bulutlar. Bulutlar na yuqorida, na pastda suzadi, balki ular tog'larning orasida yuradi. Tuman va jarliklarni to'ldiradi. Xuddi oq okeandagi orollar kabi. Shu payt tushunib yetasiz, nimaga aynan shunaqa manzaralar Xitoy rassomchiligida va gravirovkalarida ko'p uchratasiz. Bu Xuanshan tog'larida naqd 60 mingdan ortiq tosh zinalari bor ekan. Xuanshanda qancha vaqt bo'lsangiz, shuncha kam gapirgingiz kelar ekan. Chunki bu oddiy joy emas, balki madaniyatning bir qismi hisoblanadi. Bu joyni shunchaki his qilish kerak.
Xuanshan bu inson tog'larga qanaq qarashini ko'rsatadigan joy. Tog'lar to'siq sifatida emas, yo'l sifatida ko'riladi. Yuqoriga olib chiqadigan yo'l dunyoni va undagi o'z o'rnini tushunadigan yo'li. Shuning uchun ham aynan shu joyda Sariq imperator haqida afsona paydo bo'lgan. Va bu xitoyliklarning tabiatga bo'lgan qarashiga asos bo'lgan. Xuanshanda inson hukmronlik qilishga urinmaydi, tabiatan bosim qilmaydi va butni bo'ysundirish ham yo'q. Bu yerda shunchaki muvozanat bor. Siz tuman, qoyalar va qarag'aylar orasida turib, o'zingizga juda ko'p savollar berasiz. Bu yerda savollar qanaqa tirik qolish haqida emas, balki men kim bo'la olaman degan o'ylar sizni egallab oladi. Keyingi manzilga 15 kilometr yurishimiz kerak va bu sayohatimizning oxirgi lokatsiyasi bo'ladi. O'sha kunning o'zida tungi poyezd bilan biz oxirgi shahar Pekin tomonga yo'l oldik. Pekin nafaqat Xitoyning poytaxti, balki dunyodagi eng qadimiy va boy tarixga ega shaharlardan biridir. 3000 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan bu shahar imperatorlik qudrati, madaniy meros va zamonaviy taraqqiyotning chorrahasi hisoblanadi. Aynan shu yerda taqiqlangan shahar joylashgan. Qariyb 500 yil davomida oddiy inson kirishga haqli bo'lmagan. Imperatorning yopiq olami, ya'ni shahar ichidagi shahar mutlaq hokimlik timsoli hisoblangan. Bu taqiqlangan shaharga birinchi marta kirganingizda ko'zingizga birinchi tashlanadigan narsa bu odamlar. Va shunchaki turistlar emas, bu yerdagi minglab qizlar va yigitlar imperator, malika va saroy a'zolari kabi kiyinishgan. Ular asosan Ming yoki Sin sulolasi davridagi imperator oilasi kiyimlarini kiyishar ekan. Va o'sha davrga mos bo'lgan murakkab soch turmaklari va yuz bezaklarini qilib yurishar ekan. Bugungi kunda Hanfu juda mashhur. Ya'ni o'sha men aytgan yigit va qizlar shunchaki kiyinib olishmagan. Ular qo'llarida an'anaviy yelpig'ichlar, ipak soyabonlar ushab, o'sha davr malikalari va aslzodalari kabi nafis harakat qilishga intilishadi. Bu saroy maydoni shunaqaki, qatga qaramay faqat qizil devorlar va oltin tomlarni ko'rasiz. Zamonaviy binolar umuman ko'rinmaydi. Bu bo'lsa vizual izolyatsiya hosil qiladi va siz hozirgi zamondan butunlay uzilib 500 yil orqaga qaytaradi. Bu yuzlab mashhur tarixiy kinolar va seriallar suratga olingan joy. Bizning ongimizda bu manzaralar allaqachon kino sifatida muhrlangan. Shuning uchun ham real hayotda buni ko'rganimizda miyamizda birinchi bo'lib, men kinoni ichidaman degan signal beradi. Bu saroyni aylanib bo'lib, biz tungi Pekinga aylanishga chiqdik. Ertasi kuni Buyuk Xitoy devoriga ketdik. Buyuk Xitoy devori bu insoniyat tarixidagi eng zo'r muhandislik inshooti va Xitoyning boqiy ramzi hisoblanadi. Bu shunchaki devor emas, balki ming yillar davomida qurilgan ulkan mudofaa tizimidir. Uni kosmosdan ham ko'rish mumkin deyishadi. Uzunligi bo'lsa 21 kilometr. Keling buni yaqinroq ko'ramiz.
Ertalabdan biz sarguzashtimizdan eng qiziqarli joyi tomon yo'lga chiqdik. Biz hech qanaqa gidsiz o'zimiz ketayotganimizda yo'lda instruktor bilan kelayotgan turistlarni ko'rib qoldik. Shunda biz ham ularga qo'shilib olishga qaror qildik. Bizga qisqa yo'riqnomani tushuntirib berishdi va biz undan keyin o'z yo'limizni davom etdik. Devor baland tog'lar orasida joylashganligi uchun biz kanatkada chiqishga qaror qildik. Aytgancha devordan tushish juda qiziqarli bo'ldi va uni video davomida ko'rasiz. Va nihoyat biz Buyuk Xitoy devoridamiz. Bugungi kunda Buyuk Xitoy devori uni ramzi sifatida ko'riladi. Lekin oldin u butun bir sivilizatsiyani himoya qilish uchun qurilgan katta qalqon bo'lgan. Devor ichki tomonida dehqonchilik, madaniyat gullab yashnagan bo'lsa, uni tashqarisida cheksiz dashtlar va ko'chmanchi qabilalar xavf tug'dirgan. Ming yillar davomida bu devor minglab askarlar uchun yagona uy. Imperatorlar uchun bo'lsa qudrat timsoli bo'lib xizmat qilgan. Kuzatuv minoralari qadimiy signalizatsiya vazifasini o'tagan. Tunda olov, kunduzi tutun orqali dushman xabari bir necha soat ichida minglab kilometrga yetkazilgan. Bugun biz zinalardan shunchaki sayyoh sifatida ko'tarilayotgan bo'lsak, har bir qadamimiz ostida juda katta tarix, minglab insonlarning mehnati, matonati va o'z vatanini asrash yo'lidagi cheksiz irodasi yotganini his qilamiz. Xitoy devori bu shunchaki muhandislik mo'jizasi emas, bu insoniyatni omon qolishi va o'zligini saqlab qolish yo'lidagi eng katta yaratgan mo'jizasidir. Nima deb o'ylaysiz? O'zi bu devor qudratli imperiyani kuchini ko'rsatish uchun qurilganmi yoki tashqaridagi dushmandan himoya uchunmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz bo'lsa keyingi sayohatgacha xayrlashamiz.